Ustoz, yillar o'tsa ham ismingizni qalbimdan hech kim o'chira olmaydi. Chunki menga yo'l ko'rsatgan hayotimdagi ilk yog'dusizsiz. Siz menga faqat dars o'tmadingiz. Siz menga hayotga qarashni o'rgatdingiz. Siz bergan sabrni, tarbiyani, har bir nasihatingizni bugun o'zimning ustunim qilib yashayapman. Ba'zan dangasalik qilganimda shunchaki bir nigohingiz yetardi. Ba'zan tushkunlikka tushganimda bitta so'zingiz meni yana ko'tarib yuborardi. Siz menga ishonchni berdingiz. O'z kuchimga ishonish, kamchiligimni tan olish, yaxshilanishga intilish. Bularni siz o'rgatdingiz menga. Sizsiz bu darajaga yeta olmasdim. Men har safar bir qadam yuqoriga ko'tarilganimda ichimda bu ustozimning mehnati degan ovoz yangraydi.